4-5 o'g'riga duch kelib qoldida, eski kiyimlar kiygan o'zi podshoh. O'g'rilar to'dasiga kirgandan keyin aytdi o'g'rilar, "Sen kimsan?" dedi. Podshoh aytdi, "Men ham sizlardanman." Ular bir katta narsaning ustiga bahs qilishayotgan edi. U katta narsa nima? Podshohning saroyini o'g'irlash, xazinani o'g'irlash edi u. Men ham sizlardanman deganda o'g'rilar o'yladiki, bizda bir o'g'ri bu ham. Ular gap ochdi. "Sening nima karomating bor?" Podshoh aytdi, "Sizlarda nima karomatlaringiz bor?" Biri aytdi, "Men dedi, hayvonlar tilini tushunaman." Xo'p, hayvon vovullasa, itmi, mushukmi, nima ovoz chiqarsa, nima deyotganligini men bilaman dedi. Meni dedi qiladigan ishim shu. Ikkinchisi aytdi, "Men dedi, baland devorlarga shunday arqon tashlaymanki, u arqon bir joyga ilinadi, u devordan oshishlik imkoniyati bo'ladi." Uchinchisi aytdi, "Men kechqurunda, qop-qorong'ida birovni ko'rsam, uni kunduzi bo'ladimi? 1 yildan keyin bo'ladimi? 10 yildan keyin bo'ladimi? Kechqurun qop-qorong'uda ko'rgan odamimni ham hatto taniyman" dedi men. Men bitta odamni shunday ko'rsatinglar, qorong'u bo'ladimi, uni bir men yuzini yaxshi ko'ra olamanmi, yo'qmi, qizig'i yo'q, men uni taniyman dedi, qachon bo'lsa ham. To'rtinchisi aytdi, "Men tuproqni olib, shuni tagida xazina bormi yoki yo'qmi, shuni bilaman" dedi. Beshinchisi aytdi, "Men qanaqangi devor, qalinlik bo'lmasin, shuni men tesha olaman." Bo'ldi, 5 ta o'g'ri, 5alasi ham ishida mohir. Bunga qarata aytdilar, "Sening nima karomating bor?" Bu ham aytdi, "Men ham bir karomatim bor." Nima desa, "Men odamlar dorni oldiga kelganda endi osilaman degan turgan vaqtimda soqolimni qimirlatsam dordan xalos bo'ladi" dedi. Bular aytdi, "Subhanalloh, bizda edi shu odam, bizni jamoamizda shunaqa odam o'zi kerak edi. Chunki bizni 5alamizni ham qiladigan ishimiz doriga olib boradigan ish, qatlga majbur qiladigan ish. Hozirgi ishimiz ham saroy, sultonni saroyini biz o'g'irlamoqchimiz. Mabodo qo'lga tushib qolsak, sen kerak bo'lasan" dedi.